muborakli qilsin. Inshaalloh. Bu Allohning sizning oilangizga ochilgan rahmat eshigini inshaalloh debochasi boshlanishligi. Bundan buyog'iga inshaalloh o'zidan umid qilamiz. Nafaqat dunyoda, balki oxiratga ham Allohning bu rahmati, lutfi, marhamati davom etadi degan umiddamiz. Alloh o'zi barakotli qilsin. Amin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ya Robbim. O'zingga hamd sanolar bo'lsin. Bu bir oilamizga mana shu dunyoda issiqdan, sovuqdan himoya qiladigan mana shunaqa bir panoh nasib qilding, Parvardigor. Bu oilaga endi mana shu yerda baxt va iqbol ato qilgin. Bola chaqalari bilan shirin holatda hayot kechirib, farzandlarini uyli joyli qilib, chiroyli islomiy, o'zing rozi bo'ladigan hayot kechirishliklarini o'zing nasib qilgin. Sallallohu alayhi vasallam ala sayyidina Muhammad. Endi biz shu kunga ekanda o'zi bizni xalqimizda bitta maqol bor-da. Haligi ba'zi bir maqollar shariatga tushmaydi. O'sha tushmaydigan maqollardan bittasi oyi 15 yorug' bo'lsa, oyi 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' deyiladi. Bu shariatga tushmaydi bu gap. Nimaga desangiz, chunki bizga Qur'onda oyatlarda bitta qiyinchilikka bitta osonchilik va'da qilinmagan-da. Oyi 15 qorong'i bo'lsa 30 yorug' desa yana tushadi. Chunki Qur'onda misol inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusra keladi. Yusr 2 marta keltirilgan. Qiyinchilik 1 marta keltirilgan. Albatta qiyinchilikka bir osonchilik bor. Albatta yana o'sha bitta qiyinchilikka ikkita osonchilik alohida. Inshaalloh bir hayotda hammada ham bir ozgina bir sinov kunlar o'tadi boshidan. Robbimiz o'zi oyatda bu sinov o'tkazishligi bandani Alloh yomon ko'rganligidan emas. Unga o'zini rahmatini, bir mag'firatini bir xohlaganligidan. Sababi shu sinovning orqasidan keltiradi Xudo taolo. Biz valanabluvannakum silani albatta ta'kid bilan 2 marta ta'kid. Albatta sizlarni sinaymiz deydi. Ozgina xavf bilan boshdan o'tdingiz-da, tashvishlar. Minal xavfi, ochlik bilan va naqsi minal ammali, nafsingizni, ya'ni oradan kimdir olamdan o'tib qolishligi, yo bo'lmasa bog'rog'ingizni hosildorligini kamaytirishlik bilan sizni albatta biz, deydi Robbimiz, sinab ko'ramiz, imtihondan o'tkazamiz dedi. Buni imtihondan o'tkazishligini sababi nima? Bu yomon ko'rganligidanmi yo o'shalarning gunoh ko'pligidanmi? Agar gunoh uchun bir bo'ladigan hammasiga, gunohimizni hammasiga jazo beradigan bo'lsa, biz bir lahza ham yashay olmaymiz. Ba'zi bir musibatlarni gunohimiz bilan tilab olamiz, u qismaniga. Ko'pini kechib olar ekan Xudo taolo. Qismaniga ogoh qilish uchun ozgina majbur qolar ekan, lekin ko'pini kechib olar ekan. Endi qarang, bashoratda biz sinaymiz deydi. Nimadan bo'lsa ham, nafsdan, moldan, daraxtlarni bog'roqlardan kamaytirishlik bilan yoki xavf yoki ochlik bilan sinab ko'ramiz deb turib orqasidan ham va bashiris sobirin dedi. Shu biz bergan sinovlarga sabr qiluvchilariga deydi Xudo taolo. Bashorat bering deydi. Xursandchilik xabarini bering deydi. Ular kim edi desa, ular alladina, ularga bir musibat yetgan paytida, Allohning sinovi yetgan paytda ular biz barchamiz Allohnikimiz, Allohning mulkimiz va barchamiz Allohning oldiga, o'ziga, huzuriga qaytguvchimiz. Bularga ulayka alayhim salavatun min robbihim. Bularga bunaqa sabrlik, Allohga taslim bo'luvchilarga Robbilaridan salovatlar bor, mag'firat degan. Salavatun min robbihim va rahma va rahmatlar bor. Ozgina tashvish tushganda sabr qilinsa, demak, qarang, Allohning bashoratiga ega bo'lar ekan. Sizga bashorat berilyapti. Voy, sabr qiling, chidang. Sizga Alloh Qur'onda bashorat berdi. Yana nima kerak yana? Sabr qiluvchilarga bashorat, ular endi bu dunyo rasi rohat farog'atda maza qilib olamdan o'tib ketgandan keyin tiriltirib qancha maza qiling, rohatdan asar bormi desa, asari ham ko'rinmaydi. O'zi qabrga yo'qolib ketadi. Hech bir tug'ildimmi, o'ldimmi, hayronman derkan. Bir yashamadim, men bir kun, yarim kun yashadim shekilli derkan. Endi haqiqiy hayot
mana bari endi keladi. Ularga endi Alloh ularga Robbilaridan salovatlar bor dedi. Salovat degani Alloh taolodan banda tomonga berilgan mag'firat, gunohlarni kechirishligi, ularga rahmatiga olganligi va ulaika humul muhtadun. Hol hayotda haqiqiy hidoyat topgan ana shular dedi. Yana nima kerak? Mana bir imtihonlar bo'ldi. Ismingiz nima edi? Olimjon. Ozgina imtihonlar bo'ldi. Lekin oson bo'lmagan, oson tutilmaydi. Ozgina biz ham qisman guvoh bo'lib qoldik, lekin mana Allohning izni bilan hammasi bu boshlanishi. O'sha ishonch bilan, iymon bilan tursangiz, inshaalloh bu boshlanishligi, bundan buyog'iga yana ham Allohning rahmati yog'ilib, quyilib ketadi. Inshaalloh. O'ziga hamd, sano aytishlikda, ibodatda bardavom bo'lamiz. Yana muborak bo'lsin. Qulluk, tinchligingiz sog' bo'lsin. Maşallah. Sizlarning atrofingizda yurgan hammalarning umrlarini, xonadonlardan sog'lig'ini ko'paysin. Qiyomatda Alloh jannatining eng yuqori darajasiga bo'lishligimizni hammamizga nasib qilsin. Alloh shifo bersin. Amin. Alloh hammamizni musulmon qilib qo'yganiga o'ziga hamd bo'lsin. Payg'ambar Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam o'zini so'lavati bo'lsin. Allohim hammamizni shu mash sabab chiqib qo'ygan ma'rifon qo'rqochimizni Allohim umrini uzun qilib, rizqini baland qilsin. Allohim kenjoydan sog' qilsin, umrini uzun qilsin. Qiyomatda jannatining eng yuqori darajasida payg'ambarimiz bilan bo'lishlarni nasib qilsin. Qolaversa Abdulbositxon bilan atrofdagi hammalarni Allohim xonadonlaridan sog'liqni ko'paysin. Qiyomatda jannatining eng yuqori darajasida ham bo'lishligimizni o'zi nasib qilsin. Allohim shular mana o'y joy boshpana bo'lishligimga sababchi bo'lgan insonlarni tenjani sog' bo'lsin, umrini uzun qilsin, ikki olamni qo'bot qilsin. Allohim hammamizni to'g'ri yo'lda adashtirmasin. Amin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban. Boshlanayotgan vaqtda bitta yig'ilishda bir ulfatlar o'zlari osh qilib, nima qilishgan bir taklif qilishgan edi-da. Uylarni bezashlikka haddan oshiq berilib ketildi-da, hozir. Afsus. O'ta qattiq berilib ketildi. Shunaqa bitta qilingan hovlini suvog'iga ketgan puliga bitta hovli bitaveradigan darajada na isitishga, na sovutishga foyda bermaydigan narsalarga berilib ketilindi-da. Bir qancha pullarni sarflab yuboriladi. O'sha ozgina achinib, mana bu yerda haligi issiqda, sovuqda, boshpanasiz yurgan nimalar bor deb sal shijoat bilan ozgina suhbat qilib bergan edik. Xursand bo'lganligingiz, alhamdulillah, xursand bo'lganligingiz, o'sha bolalar shijoatlar hammasi qani domla, ustoz bizga ham ko'rsating biror joyi, biz ham hissamizni qo'shaylik deganda, to'g'ri esingizda bo'lsa shega boshlab kelgandek, ikkita, uchta vakilini qilib, mana shu yerda quritgan joyimiz. G'ishini urilutganda o'shanda 3 ta 2si bo'lib qolgan hisob. Shunda o'sha bo'ldi, tamom biz qilamiz deb boshdan oyoq qo'ldan kelgancha hammasini qilib berishdi inshaalloh. Alhamdulillah, xursand bo'lib, eslab o'sha boshda kelgan vaqtlarimizni eslab bir oyat esimga tushib qoldi-da. Astagfirullah minash shaytonir rojim. Innama yastajibul-ladzina yasma'un val mauta yab'athuhumullohu summa ilayhi yurja'un. Qaranda, bu bir gap gapirsangiz, shariat Qur'ondan-da, Qur'ondan, hadisdan bir suhbat qilib gapirsangiz, hamma ham quloq sola olmas ekanda. Quloq ham solishi mumkin. Quloqqa olib, unga ijobat qilib amal qilish Alloh nasib qilgan kishiga bo'lar ekan. Bu oyatda innama yastajibul-ladzina yasma'un. Haqiqiy jon qulog'i bilan eshitadigan kishilar sizni da'vatingizga ijobat qiladilar deydi Xudo taolo. Shu bir og'iz gapimizga, ozgina bir 15 minut qilgan suhbatimizga ta'sirlanib, ijobat qilib, qo'llaridan kelgancha o'sha ulfatlar, 5-10 ta ulfatlar yig'ishib bir kishini, bir oilani himoyaga, sovuqdan, issiqdan himoya uchun bir boshpana qilib berishlikka tashabbus qilganliklari o'z huzuringda o'sha esimga keldi-da. Ilohim Parvardigor qiyomatda ham o'zini oyatlariga, shariatiga haqiqatan ham ijobat qilgan sahoba ikromlarni qatorida tiriltirsin deb duo qilgimiz keldi-da. Lekin bitta hushyor bo'ladigan joyimiz bor ekan. Mana shu yerda Xudo taolo qanday kishilarni o'zini kalomini, shariat hukmlariga ijobat qilishini aytib turib,
innama yastajibul ladina. Jon qulog'i bilan berilib Allohning oyati ekanligini, payg'ambar alayhisolamning hadislari ekanligini his qilgan, shunaqa his qilib eshitgan kishigina unga ijobat qiladi. Ijobat qiladi degani javob berib shunga tashabbus qilib ko'rsatadi. Endi oyatni davomini eshiting. Val mauta, bu jon qulog'i bilan eshitmaydigan kishilarni Alloh o'liklar deyapti. Birodarlar, hushyor bo'laylik. Jon qulog'i e'tiborsizlik bilan eshitsa ham unga ijobat qilmaydigan, unga labbay deb u oyatga javob qaytarmaydigan, unga bir tashabbus qilmaydigan kishini Alloh nima deyapti? Val mauta, o'liklar deyapti. Ularni ham Alloh qiyomatda qayta tiriltiradi. Keyin uni oldiga hammalari qaytarib borilishadi. Ana boshqa joyatlarda ham keladi. Va ma anta bimusmi'in man fil qubur deb. Qabrda yotganlarga siz eshitira olmaysiz deydi. Siz bizni oyatlarimizga ishongan kishilarga eshitira olasiz dedi. Intusmi'u illa man yu'minu bi ayatina. Bizni oyatlarimizga iymon keltirsa ijobat qilar kanda. Iymon keltirib haqligiga ishonsa, buni rostligiga ishonsa, keyin ijobat qilar kanda. Ularni Xudo taolo qabrda yotgan ulug'lar deyapti. Ularga siz eshitira olmaysiz. Bu oyatda ham xuddi shundoq. Ulug'larni ular ham bir kun o'ladi, haqiqiy. O'z tiriklik holati ham u hech qanaqa uni nimasi yo'q. Allohning diniga yurishlik, buyurgan buyruqlariga itoat qilishlik bilan ruhan tiriklik bilan insonni tirik hisoblanar ekanda. Bo'lmasa bir go'yo u ruhiga, o'lik ruhiga, jasadi go'yo unga qabrlik vazifasini bajarib turibdi. Bu tarbiyalayotgan jasadi go'yo qabr uni o'lik ruhiga. Ularni o'lik, Alloh ularni ham baribir bir kun haqiqiy o'sha tanalari ham o'ladi. Allohning huzuriga summa ilayhi yurja'un. Allohning huzuriga ularni ham qaytarib olib boriladi. Assalomu alaykum. Mana shu oyat yodimga kelib qolganda, ilohim o'sha oyatni boshida aytilingan jon qulog'i bilan eshitadigan va eshitgandan keyin unga tani joni bilan amal qilib ijobat qiladigan solih, o'zi yaxshi ko'radigan bandalardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mustafa manba'ul lisafa sayyidul anbiya mish'alun fil wafa kana fi 'atfihi lil yatama difa